Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Samarqand viloyati Tayloq tumanida lazer apparatlariga o'quv kursi boshlandi. Mana bunaqa materialdagi temir 2 mm, 3 mm qalinlikdagi materialni sariyog'dek kesib beryapti. Mana bunaqa abrazislar shunchalik ingichkalikdagilar bemalol keta oladi. Demak, apparat Bodir apparati 3 kilovatlik apparat. Mana. Samarqand viloyati Tayloq tumanida agar kimga mana shu xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustalarimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastga telefon raqamlarini qoldiramiz.